Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan Toshkent shahrining eng qadimiy va mashhur shu bilan birgalikda hozirgi kunda ham o'z faoliyatini olib borayotgan Ko'kaldosh madrasasi haqida gaplashamiz. Marhamat. Dastlab ushbu madrasaning tarixi haqida to'xtaladigan bo'lsak, ushbu madrasa haqida Muhammad Solih Qoraxo'ja Toshkentiyning Tarixi Jadidai Toshkent kitobida va shu kitobning ba'zi joylarida madrasa Darveshxon madrasasi ham deb aytadi. Madrasa 1551-1575 yillar orasida qurib ishga tushiriladi. Bunga dalil sifatida tarixchilar 1569-1570 yillarda yozilgan vaqfnomani keltiradilar. Unga ko'ra Toshkent hokimi Sulton Darveshxon bir karvonsaroyni madrasaga vaqf qilib bergani aytiladi. Chorsuvni Shahriston maydonida joylashgan bo'lib, qadimgi va go'zal ansambullardan biri hisoblanadi. Ko'kaldosh madrasasi 1946-yillarda Chotqol zilzilasida ham qattiq jarohat olganligi sababli 1930-1960-yillarda butunlay qayta ta'mirlanadi. Ushbu madrasamiz sharq an'analariga xos tarzda rekonstruksiya jarayonlari amalga oshirilgan. Ushbu madrasa 2024-yilda poytaxtimizga jami 4000 dan ortiq ziyoratchilar kelgan bo'lsa, ushbu 4000tasi ham ushbu ziyoratgohni ziyorat qilgan. O'zimizning ichki ziyoratimiz 7200 tani tashkil etadi. Ko'kaldosh madrasasi chiroyli va ko'rkam Chorsuv durdonalaridan biri hisoblanadi. Madrasamizning ichki fasadiga e'tibor beradigan bo'lsak, o'rtasida keng ayvon va 2 etajdan iborat. U yerda hozirda talabalar tahsil olmoqda. Hozirgi kunda 300 dan ortiq talaba tahsil olmoqda bu yerda. Yirik ulamolar bu yer madrasani bitirib ketishgan. Hozirgi kunda prezidentimizning farmoni bo'yicha 2026-yil Yangi O'zbekiston bo'yicha bu binoyimiz ham rekonstruksiyaga qo'yilgan. 2024-yilda poytaxtga jami 4 milliondan ortiq xorijiy va 7,2 milliondan ortiq ziyoratchi mahalliy ziyoratchilar tashrif buyurishgan. Ko'kaldosh madrasasi shaharning eng asosiy tarixiy obidalaridan biri bo'lgan. Sababli bu yerga ko'p turistlar tashrif buyurishadi. Madrasa 1999-yildan buyon rasmiy ravishda bilim yurti sifatida faoliyat yuritib kelmoqda va u yerda talabalar ham diniy ham dunyoviy fanlar bo'yicha ta'lim olishmoqda.